Tayvanda bugun hozir yuguramiz. 10 kilometr masofada. Ket, mana buni qaranglar. Qanaqangi zo'r atmosferada sayohat vaqtida ish yuzasidan Tayvandamiz. Hozir yuguramiz. Alhamdulillah 10 kilometr masofa bosib o'tildi. 58-36. Allohga shukr. 3 kun vaqtdan keyin menda 21 kilometrlik marafon, yarim marafon Dubaydagi Burj Xalifadan Burj Al Arabga yuguraman. Xudo xolasa bu rasmiy bo'ladi va rasmiy 21 kilometrlarim orasida menimcha 5-inchisi bo'ladi. Vlog ko'rish davom ettirsanglar o'zi yo'lda chiqadi, ko'rasizlar. Shahar juda ham chiroyli, bir aylanib kelamiz shekilliga. Qani ketdik. Pastda hozir Uber'imni kutib turibman. Men faoliyatimni to'xtatib qo'yganim yo'q edi, lekin YouTube'dagi faoliyatga mana qaytishim bilan mana bunaqa holatda kamerani ushlab videoga gapirish ozgina menga noqulay emas-u, qanaqadir g'alatiroq tuyulyapti. O'rganib ketaman menimcha. 3 daqiqada xudo xolasa Uber keladi va biz bugun juda ham bir noodatiy joyga boramiz. Ovqatlangani yo ovqatlanamiz yo ko'ramiz. Ko'ramiz. Borgandagi holat ko'rasizlar o'zingizlar, aynan shunga bog'liq. Sizlarga shuni ko'rsatmoqchiman. Great. Ni hao? Ni hao. Only you. I'm good. One person. Meni bitta odamni bo'layapti. Meni har xil xarakterlarim borligini bilsa. What's your name again? Okay, Jiaming. Jiaming, my Taiwanese friend from now on, told me one very interesting thing, but the place that I came, it's too early to shit at the moment. Hozirlarga nima degan aytib beraman. Thank you so much. Mana shu joyga yetib keldik do'stlar. Ko'rib turganinglar, restoran, lekin mana bunaqa belgili. Nima deb o'ylaysizlar? Bu yerda ovqat nima bo'lishi mumkin? Modern toilet. Ya'ni zamonaviy restoran, zamonaviy hojatxona. Soat endi 10:30 bo'ldi. Bu joy 11:30 ochilar ekan. 11:30 ochilguncha men sizlarga hozirgi driver nima deganini aytib beraman. Gaplashib ketdik, shunaqa bangaloq ovoz eshitildi va so'radim, nima bo'lyapti bu yerda o'zi? Tinchlikmi? Tayvanda menimcha hozir peace edi, ya'ni tinchlik edi, tinchlik zamoni edi bu yerda deb so'rasam, nima dediki, biz shunaqa yomon ruhlarni chalg'itib tarqatib yuborish uchun bangaloq otamiz. Bu bizning kulturamizda bor narsa. Firework, ya'ni shu mushaklar, bangaloqlar aynan Xitoy ideologiyasi bo'yicha ularda shu narsani, ya'ni yomon ruhlarni tarqatib yuborish maqsadida qilingan ekan. Keyin men o'ylab qoldim, biz bilib bilmasdan shu paytgacha shu yomon ruhlarni bangaloqlar yordamida yangi yilda haydayotgan ekanmiz va Xitoy ideologiyalariga amal qilib qo'ygan ekanmiz. Agar bilmagan bo'lsanglar, bilib oldinglar. Keyingi safar 31-dekabr kuni bangaloq otasizlarmi yo'qmi, bu sizlarga havola. O'zbek bo'lib qolasizmi yo Xitoy bo'lib qolasizmi, ham sizga havola. Hali yana bir yarim soatcha vaqtim bor ekan. Aylanyapman, ko'ryapman. Instagram uchun sizlarga kontent tayyorlab yuribman. Lekin choylashamiz degan tuyg'u bor edi menda. Esinglarda bo'lsa, choylashamiz. Ya'ni choy ichish kerak. Tayvanning original choyi nima? Bubble tea. Mana bizda bubble tea uchun natural first, ya'ni bitta variant. Bu tea degani ham bor ekan. Outstanding tea deb qo'yibdi, okay. Yoki mana bu yerda milk shop ham bor. Qaysi biriga borsam ekan? Keyin natural firstga borib qo'ya qolamiz, bu yerdan olamiz. Bu yerda kassada hech kim yo'q. O'zingiz zakazni o'zingiz berasiz va keyin sizga choyingizni berishadi. Xo'p, do'stlar, bular faqat o'zlarini Taiwanese kartalarini qabul qilishar ekan, undan tashqari cash olishar ekan, ya'ni naqd pul. Menda esa cash yo'q. ADCB, ya'ni Dubai kartalari, xullas choy ichgani nasib qilmadi menga, chunki meni pulim yo'q edi. Karta to'lashmoqchi edim, qabul qilishmas ekanda. Endi umid qilamiz, mana bu restoran ham karta qabul qiladi har holda. Nimaga restoranga kelib bunaqa ko'chada ovqatlanib yuribman? Chunki bu yerda ovqatlanishim fakt emas. Ya'ni bu yerga kirib, bu yerda menyusini ko'rib, ichidagi narsalar menga yoqishligi bu fakt emas. Restoran nomi ham bilasizlar, o'zi toilet bo'lib yotibdi. Tashqarida o'tirib olib, ochilishini kutyapman hozir. Soat ham 11:15 bo'ldi. Ochilib qolish kerak. Kiramizmi ichkariga? Mana narsalarni qo'yib tayyor. Klient olishga tayyor xullas. Dark piss ekan bu nomlar. Assam tea. Taiwanese urine beer.
urine mango juice. Qonayotgan gemoroy degan ovqat bor ekan. Snow shaving. Okay. The whole use shart emas. Chunki o'zi restoranning o'zi hojatxona bo'lib yotibdi. O'tiradigan ekan bu. Hech qachon meni bunaqa holatda ko'rmagansizlar. Bu yerda to'liq tarix bor. 1500-yillarda Xitoylar. 1800-yillarda Xitoylar. Mana bu yerdagi Xitoylar uncha tushunarli emas. Bu yerda Xitoylar qilgan ishiga javob beradigan bo'lishni boshlagan va oxirgi zamonaviy tualet. Turli tillarda tualet yozuvlari bor ekan. Ko'rib turganinglar, o'rindiqlar, unitaz holatida o'rindiqlar va ajoyib manzara bu yerda. Bezaklar ham shunga loyiq holatda. Eng qiziqarli joyi bu tualet restoranning ichidagi rosa kam tualet. Mana qo'lda yuvsa bo'lar ekan. Faqat farishtalar tomonidan biz endi o'zimizga joy tanlashimiz kerak. Menimcha shu yer bo'ladi. Bu yerda hatto bunaqa chiroqchalar ham shunaqa shaklda. Bu joyda o'zi kattagina unitaz ekan, qarang. Bu o'zi joyini topib o'tirgan ekanda. Tanlab kerakli narsani olasizlar ekanda va oxirgi summaga chiqqanidan keyin buni naqaga keshirga olib borib berasizlar, to'lov qilasizlar. Shunaqa holatda bo'lar ekan. Xo'p, do'stlar, biz ovqatimiz keldi. Ko'rib turganinglardek, o'sha Xitoy milliy vegan deyiladi, tofu bu. Taomlari guruch va qanaqadir barglar. Bu hamma ovqatlar, lekin bizda bunaqa tualetga o'xshagan narsada keldi. İçkiligimiz ham mana nimada keldi. Bu ichida americano kofesi bor, iced coffee, lekin bu bilasizlar, anaqa analiz topshiradigan idish. Nomlanishi ham Piss Americano. Nima? Ovqatdagi ovqat. Bu bunaqa ishda kelganidan emas, просто Xitoylarda o'zini ovqati menimcha yo'q bormaydi. Shuning uchun bo'lsa kerak. Ovqatlarni yeb oldim. Ko'proq guruchini yedim, bunisini yedim, keyin bu yerda mashrumlarni yedim, qo'ziqorinlarni. Va biz hozir bu Piss Americano'miz bor bu yerda, buni ichamiz. Go'zal holat. Lekin eng kutayotgan joyim endi keladi do'stlar. Chunki u narsasiz desertsiz bu yerdan chiqib ketishim noto'g'ri bo'ladi. Mana bu desert yetib keldi do'stlar. Ko'rib turganinglar, muz qaymoq. Americano kofe bilan. Ana kofeni yarmini menga berishdi, take your piss deb. Shuni oldim. Hozir endi oteliga borib tayyorgarlik ko'rib, videoni Dubayda davom ettiramiz. Va nihoyat normal ovqatlar ham yeymiz ekan, somsa mana. Buni boshlanishi Xitoyda edi video. Bizda originali bizda. Donaza ham Dubai Food Festivalida top 50 ga kirgan ekan talabat orqali. Tabriklaymiz. O'zbeklar ham, o'zbek restoranlari ham Dubayda natija qilyapti mana. Jumadan keyin doim shu yerda topisham odamlar meni. Nega? Zakaz chiqdimi? Bosingizlar. Azarjon. Hammasiga you got this deb yozib qo'yibdi, qarang. You got this. Okay, let's go. Ko'rmaysizmi? Bayroqlar bilan u 14 qirada yuguraman ekan do'stlar. Yana qo'shimcha narsalar beryapti. Let's do it. Atmosferani qaranglar do'stlar. Hamma yozib ketibdi bu yerga. 1% har kuni deb yozilgan bu yerga. Juda ham chiroyli so'z. Juda chiroyli bolalar mana. Oho, Yangi Zelandiyadan ham kelishibdi. Uzbek is here. Nima deb yozay? Qum bo'lishma deb yozib qo'ying. Qum bo'lishma. Nima bo'lsa? Mo'tadillik bo'lsa. Mo'tadillik bo'lsa. 1 minutmi? 1 minut 19 sekundda 500 metr yuguribdi, yarim kilometr. Juda ham tez. Bunaqa challenge balki keyinchalik qilarman. Hozir sorry. This is no alcoholic. Yep. You can drink and drive. Thank you so much. Birimini? Ha? Video o'ynayapsiz? Nima ko'rsataman men sizga? Qarang, bering mana. Urishtirmaysizmi? Ha, bo'ldi. Sajon qaytdikmi endi?
Sharjaga. Sizlarni qaytib bezda qilmayman. Uyqusirab zo'g'a keldim. Futbol bo'ladi hozir Dubayda. Boshlaylikchi. 1 soatdan keyin gaplashamiz sizlar bilan. 1 soatdan. 1 soatdan keyin 4 gol urdik. Urdim men, qolganlarim urdi, lekin nimagadir bugun ham omadimiz kelmadi. Bilasizlarmi? Mag'lubiyat bo'lgan joyda keyingi narsa g'alaba bo'ladi. Xudo xolasa endi marafonda yaxshi natija qilishga harakat qilamiz. Ertalab soat 3:30, ertalab yoki kechqurun desa bilmadim qaysi birisi to'g'riroq bo'ladi. Hozir Shahzodni oldiga borib Shahzodni olamiz va parkovka muammo bo'lishi mumkin, shuning uchun uni harakatini qilamiz. Tayyorlagan narsamni ko'rsatdim. Shahzodbek bugun menga hamroh bo'ladi. Inshaalloh. Shahzodbekni oldin ko'rmagansizlar vloglarda, birinchi marta ko'rinish beryapti va umid qilamiz oxirgi marta emas va yugurish ham oxirgi marta emas. Xudo xolasa endi yuguramiz. Bizda Turkiya, Ozarbayjon, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston bayroqlari do'ppada. Xudo xolasa buni kiyib yuguraman bugun. Hamma biladigan Emirates Towers plus Twin Tower deb qo'shadi. Bu yoqda mana Burj Khalifa, Burj Khalifadan deb boshlanadi, lekin startni bu yerda qo'yishgan. Burj Khalifani oldidan o'tamiz xudo xolasa. Keyin Burj Al Arabga qarab to'g'ri bosiladi. Erta kelsa joy bo'ladi deshadi, ko'rdinglarmi do'stlar? Erta turganga Xudo beradi deb mana shuncha joy parkovka topib oldik. Yaxshi, Xudoga shukr. Musobaqaga chiqayotganda hayajon bormi? Markaziy Osiyo plus umuman Turon, ya'ni Turkiy mamlakatlarini represent qilamiz. Inshaalloh. Let's go. Startda o'ziga yarasha tuyg'usi bo'ladi do'stlar. Buni marafon yugurmaganlar his qila olmaydi. Yugurish uchun manaqa Shahzodbekka o'xshab risk qilish kerak. Siz birinchisimi? Birinchisi. Davay. Lekin oxirgisi emas. Xudo xolasa. Startga yaqinlashdik. Let's go. Congratulations. Let's go. Congrats. Wow, Xudoga shukr. Epladik-a? Epladik biroz. Qani, ko'rsating. 2 soatdan kam vaqt bajarildi medal. Mana bizniki Vodiy Sila. Alhamdulillah, Vodiy Farg'ona Andijon. Nafaqat Vodiy, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon, O'rta Osiyo uchun Tojikiston. Hammasi. Biz buni uddaladik. Alhamdulillah. Let's go. Mevalarni yeb oldik. Atmosferani go'zalligini qaranglar do'stlar. Ertalab soat 8. Odatda bu vaqtda O'zbekistonda bo'lsak, nahor yoshdan qaytgan bo'lamiz. Ayniqsa Vodiyda. Dubayda bo'lsa mana biz yurishdan qaytdik. Qanaqangi tongga kaloriyalar yedik. 215 eskarisi yoqdik. 215 yoqdik. With a time of 1 hour 7 and 9. So can you guess what the second question is going to be? One and only. Do'stlar, menimcha vlog sizlarga yoqdi degan umiddaman. Oxirgi hayotimda bo'layotgan voqealarni, ya'ni sayohatlarimni, faoliyatlarimni, ya'ni yugurish bilan bog'liq bo'lgan faoliyatlarimni sizlar bilan bo'lisha oldim degan umiddaman. Xudo xolasa bundan keyin vloglarda faol bo'laman va meni eskidan kuzatadigan do'stlarimiz bo'lsa, ya'ni o'sha 2017-2018 dan beri Davron Alijonov qayga qolib qoldi ekan deb qiziqib yurganlar bo'lsa, men qaytdim. Xudo xolasa bundan keyin vloglarni qo'yishda davom etamiz. Vloglarda asosiy mavzusi o'zimning shaxsiy hayotim, daily vlogs, ya'ni kunlik vloglar va albatta sayohat, foydali kontent, sport va qanaqadir challengelar bo'lsa, shu mavzularda xudo xolasa sizlar bilan bo'lishaman. Ovozim tugadi chunki juda ham qattiq baqirdim, ham tomog'im og'riyotdi. Tomog'im og'rishiga qaramasdan mana natija bugun bor. Xudo xolasa
keyingi marafonlarimni ham sizlar bilan bo'lishaman. Burj to Burj, ya'ni Burj Xalifadan Burj Al Arabga 21 kilometrlik challenjni bajardik. Alhamdulillah. Yana savollar bo'lsa, qanaqadir qiziqarli sizlar uchun qayerdan video olish, qanaqa mavzuda video olishlariga oid bo'lgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada, izohlarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Meni bir gapim bor edi. Sayohatlarim, vloglarim davom etadi. Sizlar bilan yana choylashamiz.